Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun sizlarga Mirobod Avenue'da yashash nech pulga tushishini ko'rsatib beraman. Ketdi. Bu Prem turar joy majmuani sizlar yaxshi bilasizlar. Birinchi etajda eng doda dunyodagi eng doda xo'ja Prem butiklarni hammasi mashqqa kelib olgan. Har xil shaharlar bilan O'zbekistonni tenglashtirmaylar. Chunki ona vatanimizga yetadigani yo'q. Misol uchun men Dubaydan uy olmasdim, bor. Men Toshkentda maza qilib yashardim. Nima qilaman begona yurtda. O'zimni ona vatanimda doda xo'ja uyda turganda. Devorda sizlar zerik qolmaysizlar, bolalar ham zerik qolmaydi. Mazza qilib o'ynab, kulib yurishadigan devor. Ashelet degan uy mana shu bo'ladi, aka. O'zini alohida parkovочный местasi bor. Bemalol mashinangizni qo'yib, mana bu bizning lobbilar bo'ladi. Mirobod Avenue bu luxury rezidensiya hisoblanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kiramiz. Chap qo'lda ko'rasizlar, stroyning mebel, chiqib ketishinglarda oynaga qarab, "Jo'tam hurmatli obunachilar" deb chiqib ketishinglar uchun oynalar qilingan. O'ng qo'lda общий sanuzel turibdi. Общий sanuzelga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Sifatli santexnikalar o'rnatilgan. Qaranglar, studiya qilingan. Bemalol oynani yopib ochasizlar. Ovqat hidi chiqmasligi uchun spalniy komnatalarga. Xo'p, endi bizda katta studiya turibdi, ikkita oynasi bor. Do'rga qaragan ikkita oynasi bor. Xo'p, uyimizda 115 kvadrat metr. Hamma оборудованиялар o'rnatilgan. Ko'ryapsizlar, zaходи, живи. Mazza qilib. Oshxonada sanuzelda cho'pli pollar o'rnatilgan ekan. Chap qo'lli birinchi yotoqxonaga kiramiz. Ko'ryapsizlar, xohlasanglar detskiy, xohlasanglar rodительskiy qilib beraverasizlar. Shik joyini ko'rsataman. Uyimizning shik joyi ko'ryapsizlar. Polniy dvorga qaragan balkoni bor. Mazza qilib dvorlari ham vashi bomba. Naryoqda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Naryoqda bolalarni o'ynatib qo'ysanglar bo'ladi. Fontan. Uyimizning narxini ham aytaman. Holni ko'ryapsizlar kattaligini. Endi bu yoqda spalniyaga kiramiz. Bu yoqda yana bitta spalniya komnata. Mazza qilib bolajonlarga beraverasizlar. Bu yoqda hovliga qaragan yana bitta balkoni bor. Mirobod Avenue ko'ryapsizlar. Wow! Yana bitta xona o'zini sanuzel bilan. Kiryapmiz, sanuzeli ham keng ekan. Bu yerda odam yashamagan umuman. Mebel texnikalar o'rnatilgan, hamma narsa qo'yilgan, faqat yashalmagan. Oynadan mana shunaqa yana vid bo'lyapti. Hurmatli obunachilarim, uyimizning narxini parkovkasi bilan birga $465,000 deymiz. Jigar, nastroy uchun bitta like bosib qo'ying. Joni sog' bo'lsin. Yana kelaman.